Mezbonlar yordamchi hakamga e'tiroz bildirishyapti. Bu Muhammad Al-Jalaf Al-Mexayri. Hisob 0-0 ligicha turibdi. Tomosha qilamiz. Bu yerda o'yindan tashqari holat hali yo'q. Mana bu yerda ham hali hammasi risoladagidek, lekin mana bu joyda Ignatiy Nesterovning bevosita oldida turib olgan futbolchi darvozabonning e'tiborini jalb qilib, unga xalaqit qildi deb hisoblagan yon chiziqdagi yordamchi hakam bayroqchasini ko'tardi. Ali Hamad Al-Badvaviy undayapti. Artyom Filipasyan yetib keldi. Voqea sodir bo'layotgan joyga hech kim o'z sherigini xafa qildirib qo'ygisi yo'q. Yordamchi hakamlar o'sha joyga zudlik bilan yetib kelishdi. O'zbekistonlik futbolchilar nariroq ketishini talab qilyapti Al-Badvaviy. Va hozir uning qarorini kutamiz. Jarima zarbasini belgilagan edi. Hushtak chalinganidan so'ng futbolchimiz yotgan tarafga Ashkan Dejaga to'pni ataylab tepib yubordi. Mana shu holat keskinlik kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Ashkan Dejaga sariq kartochka va Azizbek Haydarovga sariq kartochka. Server Jeparovga nisbatan qo'pollik ishlatgan Xusrov Haydariy edi. Birinchi taymning 24-daqiqasi. Sariq kartochkalarni belgilab qo'yamiz. Azizbek Haydarov va Ashkan Dejaga. Hech kim yutqazishni xohlamaydi. Jeparov darvoza yaqiniga to'pni uzatdi va darvozabon Mahdiy Rahmatov burchakdan to'p tepadigan bo'lishdi. Qadrli tomoshabinlar, birinchi taymdagi to'xtalishlar o'rnini qoplash maqsadida 2 daqiqa qo'shib berildi. Yodingizda bo'lsa, mana takroran ko'rishingiz mumkin. Ignatiy Nesterovjon holatda tashlandi, ammo to'p darvoza ustuni yonidan o'tib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Ahmedov to'pga biroz kech qoldi, ammo raqib kelib unga o'zi urildi va u yog'iga bir necha bor yumalagani bosh hakamga ta'sir ko'rsatdi va u hech ikkilanmasdan O'zbekiston terma jamoasi himoyachisiga ogohlantirish berdi. 57-daqiqada endi biznikilar sariq kartochkalar bo'yicha oldinga o'tib olishdi. Ashkan Dejaga. Va nihoyat, qadrli tomoshabinlar, uchrashuvning 71-daqiqasida Ulug'bek Baqoyev Eron terma jamoasi darvozasiga to'p kiritdi. Ulug'bek Baqoyev qachon gol uradi deb juda ko'p kutgan edik. Keling ochig'ini tan olaylik. Mana bu yerda himoyachilar Ulug'bekka yetarli e'tibor berishmadi va buning uchun terma jamoamiz hujumchisi mezbonlarni jazoladi. Chiroyli gol, ishonchli gol, haqiqiy gol. O'yindan tashqari holat haqida gap so'z bo'lgan safga Aleksandr Geynrix qo'shildi. Qadrli tomoshabinlar, Ozodiy stadionidagi muhitni siz ham hozir uyda o'tirib O'zbekistonning turli shahar va qishloqlarida juda yaxshi his qilib turibsiz. Mana shu g'alaba nechog'lik qadrli ekanligini balki bugun hali to'la tushunib yetmasmiz. Ammo yana Nesterov to'p tepayotganda unga nisbatan raqib futbolchisi qo'pollik ishlatdi. Qaytgan to'pni zarb bilan tepishganda yana Nesterovning o'zi darvozaga kirishiga yo'l qo'ymadi. Ashkan Dejaga Nesterovga nisbatan qo'pollik ishlatgan edi, lekin
Futbolchilarimiz to'pni yana maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Muhtaram tomoshabinlar, g'alaba muborak! Azizbek Haydarov Birlashgan Arab Amirliklarida o'ynaydi. Ala Qamat al-Badvaviy Birlashgan Arab Amirliklaridan kelgan edi. Yurtdoshlar bir-biriga o'yin yakunlanganida minnatdorchilik bildirsa nima qilibdi? Eslatib o'taman, 71-daqiqada Ulug'bek Baqoyev kiritgan gol O'zbekiston terma jamoasiga o'ta muhim g'alabani olib keldi. Qadrli tomoshabinlar, O'zbekiston terma jamoasi so'nggi saralash bosqichini juda yomon boshlagan deb aytganimiz, avval yutqazgan, keyin durang o'ynagan O'zbekiston endi navbatdagi g'alabadan keyin Qatar maydonida g'alaba, Eronda g'alaba, ochkolarini 8 taga yetkazib oldi va A guruhida birinchi pog'onada O'zbekiston terma jamoasi turibdi. Mirjalol Qosimovni, uning yordamchilarini, terma jamoamizning barcha mutaxassislari va futbolchilarini, barcha ishqibozlarni mana shu orziqib kutilgan g'alaba bilan samimiy muborakbod etishga ijozat berasiz. Yana bir noxush an'anaga chek qo'yildi. 2012-yili biz Osiyo chempioni Yaponiyani ilk marta mag'lubiyatga uchratgandik. Endi Eron ustidan qozonilgan g'alabamiz ham bor. O'zbekiston birinchi o'rinda. Endi uydagi uchrashuvlarda g'alaba qozonsak, biz Braziliyaga boramiz. Barchamizga mana shunday xush kayfiyatlarda bir-birimizni tabriklash nasib etaversin. Mana shu joyda nomga u haqli ravishda erishdi deb hisoblaymiz. Bugun u jamoaning oldingi chizig'ida nihoyatda katta ko'lamdagi ishni bajardi va hal qiluvchi golga aynan Ulug'bek Baqoyev mualliflik qildi. Natijada O'zbekiston terma jamoasi mezbonlar yordamchi hakamga e'tiroz bildirishyapti. Bu